Okay, boshlaylik. Ho'p, bundan boshlab o'zimni albatta rejalarni tushuntirishdan boshlaydim. Lekin keyinchalik dastur o'zida yashadayam ko'rishamiz, keyingi. Birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan iMac beshta section bo'ladi. O'shalardan birinchisi biologiya, critical thinking, boshqa nonushta ham bo'ladi. Yana biologiya uchun tanlangan mana shu kitobdan foydalanib, TikTokni ishlashni boshlayman. Nega bu kitobda o'qish boshlayman? Misol uchun kimdir iMacga tayyorlanmoqchi bo'lsa, installyatsiyada kam bo'ladigan bo'lsa, mana o'zimga kerak bo'lgan kitobdan boshlash ingliz tilida past bo'ladigan bo'lsa, yoki undan o'qib turib o'qish, aynan mana shu ham siz uchun juda foydali bo'ladi. Demak, boshladik. Bu kitobda mana chapterlarga bo'lingan. Chapter 1da cell structure, ya'ni hujayra strukturalari bilan tanisharkanmiz. Biz bu chapterda nimani o'rganamiz? Bu chapterda o'rganamiz explain that the cells are the basic units of life. Hujayrani o'sha hayotning eng sodda tuzilishi bo'lgan hujayralarni haqida tushunchalar olamiz. Use the units of measurements relevant to microscope. Mikroskop bilan bog'liq bo'lgan o'lchov unitlardan foydalanishni o'rganamiz. Recognize the common structure found in cells as seen with a light microscope and outline their structure and function. Tushunarkanmiz, umumiy strukturani, hujayralardagi umumiy strukturalarni topishni o'rganamiz va o'sha yorug'lik mikroskopi bilan bundan tashqari ularni funksiyasi va strukturalarini aniqlashni o'rganib chiqarganmiz. Bundan tashqari, compare the key structure features of animal and plant cell va umumiy strukturalarni, ya'ni o'simlik hujayralari va hayvon hujayralaridagi ba'zi key strukturalarni, ya'ni muhim bo'lgan strukturalarni bir-biri bilan solishtirib o'rganarkanmiz. Use a light microscope and make a temporary preparation to observe source. Yorug'lik mikroskopidan foydalangan holatda hujayrani kuzatishdagi vaqtinchalik bo'lgan preparation, ya'ni tayyorgarlikni qilishni ko'ramiz. Recognize, draw and measure cell structure from temporary preparation and micrograph. Xo'p, mikrograf, bu mikrograf haqida tanishib ketamiz. Mikrograf o'sha mikroskopdan olingan surat va vaqtinchalik bo'lingan tayyorlama preparationlardagi strukturalardagi o'lchovlar, chizmalarni tushunamiz. Calculate magnification of image and actual size of specimen using drawings of micrographs. Xo'p, magnificationni hisoblashni o'rganamiz. Bu aynan chapterda berilgan qanaqa hisoblash matematik foydasi orqali. Ya'ni rasmni, imiji va uni asosiy shaklidan foydalangan holatda magnificationni hisoblashni o'rganamiz, ya'ni mikrografni va chizilgan rasmdan. Explain the use of the electron microscope to study cell with a reference to the increased resolution of electron microscope. Xo'p, bu tushuntirilgan elektron mikroskop, ya'ni o'zi biz o'rganadigan hujayralardagi elektron mikroskopdan foydalangan holatda ulardagi mikroskoplarni rezolushini, ya'ni ikkita nuqtani bir-biridan ajratishga bo'ladigan qobiliyatini explain qilingan bu chapterda, bu paragrafda. Recognize the common structure found in a cell is done with the electron microscope and outline structure and function. Bunda ham elektron mikroskop, biz yorug'lik mikroskopi orqali hujayrani strukturasi va funksiyasini o'rgansak, keyinchalik biz elektron mikroskop bilan tekshirganimizda hujayrani tuzilishi va funksiyalarini o'rganib chiqamiz. Bundan farqi bor albatta. Bu eng dastlabki tushunchalar. Outline briefly the rule of ATF, adenosine triphosphate in cell. Hujayradagi adenosine triphosphate rule haqida tushunib ketamiz. Describe the structure of bacteria and compare the structure of prokaryote cell with the eukaryotic cell. Xo'p, bu tushuntirilgan bakteriyalarning strukturasi tushuntirilgan va bundan tashqari uni eukaryot bilan prokaryotlarning strukturasini solishtirib o'rgatilgan shaklda ko'rib chiqamiz. Describe structure of viruses.
viruslarni strukturasini ko'rib chiqar ekanmiz. Demak, har bittasini o'sha chapteri bo'yicha emas, aynan bo'limlari bo'yicha har kuni tushuntirib ketishga harakat qilaman. Demak, boshlaylik. Bu berilgan biz uchun general knowledge o'qib qo'ysak xato bo'lmaydi. Progress in science often depends on people thinking outside the box. Originally, thinkers who are often ignored or even reduced when they first put forward their radical new ideas. O'zi asosan odamlar outside the box degani tasavvur dunyosi judayam keng bo'lishi, olimlar ko'p o'ylash kerak, nimadirlarni o'zi qanaqadir yangi ideya yasaganda boshqacha fikrlashi kerak va u boshqacha fikrlash orqali hamma yangi ideyalarni topa oladi, oldinga silja oladi degan ma'noda aytilgan. One such individual who battled stiffly throughout your career to get your ideas compared. O'zi buni qisqacha ma'nosini aytib bersam bo'ladi. Mana buni o'qib olsangiz ham qiyin emas. Mana shu hujayrani kesib, hujayradagi nima borligini topish uchun berilgan thinking outside the box, ya'ni o'sha keng o'ylangan, boshqacha o'ylangan narsalar haqida berilgan. Demak, bu boshladik. Bularni asosiy mavzuimiz. Birinchi paragrafda aytilyapti. Birinchi paragrafda nima deyilgan? Cell are the basic units of hujayra hayotning eng sodda qismi. Towards the middle of the 19th century, science made a fundamental breakthrough in our understanding of how life works. Xo'p, 19-asrlarni o'rtasiga kelib, olimlarda fundamental bo'lgan g'oya bo'lgan, ya'ni hayotni, o'sha works va hayotni qanday tushunish, bizning hayotimizni qanaqa tushunish bo'yicha fundamental fikrlari bo'lishgan. They realize that the basic unit of the life is a cell. Ular tushunishganki, hayot asosi bu hujayra. Asosiy qismi bu hujayraligina. The organs of the idea back to early days of microscopy when an English science Robert Hooke decided to examine thin slices of plant material. Bu ya'ni fikrni kelib chiqishi, ya'ni qaysi fikrni, hujayrani basic unit haqidagi fikrning kelib chiqishi mikroskop yaratilishidan oldin kelgan. Qachonki o'sha ingliz olimi Robert Hooke qaror qilgan paytda, ya'ni o'simlikni bo'lagini tekshirishga qaror qilgan paytda kelgan. He chose cork as one of his examples. O'zini tajribasini o'tkazish uchun cork o'simligidan foydalangan. Cork o'simligidan foydalangan. Look down the microscope. He made a drawing to show the regular appearance of the structure. As you can see, figure 1.2. Mana bu figurani ko'rsatib, demak, u mikroskopda qaraganda u o'zida o'sha regularniy bo'lgan bitta strukturani ko'rgan. Mana shunaqa ko'rinishdagi aynan strukturani ko'rgan. Shu ko'rinishdagi strukturani mikroskopda ko'rgan. In 1665, he published a book containing this truth. Bu muhim yillarni asosan biologiyada yodlab qo'yganingiz yaxshiroq. Yodlab qo'ying. Hozir gapirmaymiz. 1665-yilda o'zini kitobida, aynan shu kitobni nashr qilib chop etgan shu rasmlar. Drawing of self-published Robert Hooke drawing. Men o'zim hali aymat topshirmaganman. Nima tushadi, nima tushmaydi, 100% aniq bilmayman, lekin tarbiyada joylandaman. Aymat topshirgandan keyin xudo xohlasa to'liq ma'lumot berib o'taman. Lekin bularni yo'lab ketaman. Misol uchun, cork o'simligini 1665-yilda tekshirib, cork o'simligidagi bo'lakchani tekshirib, Robert Hooke hujayrani
topgan, ya'ni uni sotaylardan yechib keladi. Hujayrani topgan, shunaqa nom bergan, bir eslab qolmoq uchun. If you examine the drawing, you will see the regular structures that Hooke called cell. Biza o'sha tekshirish davomida rasmga qarab tekshirgan davomida biza ko'rishimiz mumkin figuralniy bo'lgan, ya'ni muntazam bo'lgan strukturani topib ko'rishimiz mumkin. Buni Robert Hooke, ya'ni hujayra deb atagan, cell deb atagan. Nega cell deb atagan desangiz, mana yaxshiroq qarasangiz, bitta katechalardan tashkil topgan, ya'ni kameralar bor. Kameralar bor. O'sha kamera bo'lgani uchun uni cell, ya'ni cell deb atasiz. Qamoqxona ma'nosi ham bor. Cell deb atagan. Bu hujayra. Each cell appeared to be an empty box surrounded by a wall. Hop. Each cell, har bir hujayrada bo'sh o'sha bo'sh joy, ya'ni bo'sh qutupchalar bor. Atrofi devor bilan o'ralgan bo'sh qutupchalar bor. Who had discovered and described it without realizing it. Dastlab buni o'zi kashf ham qilmagan, buni tasvirlab ham bermagan. Tasvirlab o'zi buni anaqa ko'rib, o'simlikni oldida kesdi, uni ko'rdi, kashf qilib, anaqa qilgan, tasvirlab bergan, chizib bergan, lekin uni o'zi tushunmagan. The fundamental units of living things. Bu hamma yashaydigan narsalardagi fundamental basic bo'lgan hayotni birligini anglamasdan turib, просто cell deb atab qo'ygan xolos. Although he knows that the cell of earth are deep. Biza hozir bilishimiz, ya'ni ko'k o'simligidagi hujayralar o'lganligini bilishimizga qaramasdan, Hooke and other scientists made further observation of cell in a living materials. Ya'ni Hooke bilan boshqa olimlar yana qo'shimcha kuzatish ishlarini olib borishdi. Ya'ni living material, ya'ni yashovchi narsalardagi hujayralarda qo'shimcha kuzatish ishlarini olib borishdi. However, it was not until almost 20 years later that a general cell theory emerged from the work of the two German scientists. It was not bo'lmagan, qachongacha bo'lmagan, until almost 2 years later, o'tgan 2 yil davomida bo'lmagan, ya'ni o'sha general knowledge, hujayradagi general knowledgelar paydo bo'lmasdan, ikkita german olim ish qilib, shu theory, ya'ni hujayra general theory paydo bo'lmasdan oldin bu tushunchalar bo'lmagan. Bu tushunchalar 1980, Schleiden, a botanist, suggested that all plants are made of cell. 1838-yilda Schleiden, botanik olim Schleiden, o'simliklar hujayralardan tashkil topganligini taklif qiladi. A year later, Schwann, bir yildan keyin bo'lsa, shularni ham belgilab qo'yish kerak. 38-yilda Schleiden va Schleiden botanik olim va bir yildan keyin, ya'ni 39-yilda Schwann, bu zoolog, e'tibor beramiz, bittasi botanik, bittasi zoolog. Schwann, same for animals, hayvonlar uchun ham bu narsa bir xilligi, ya'ni hayvonlar ham hujayradan tashkil topgan, o'simliklar ham hujayradan tashkil topgan qarorga kelishgan. It also realized that all cells come from pre-existing cells by the process of the cell division. It was also bu yaqinda ham tushunildiki, hamma hujayralar oldin mavjud bo'lgan hujayralardan kelib chiqdi, ya'ni hujayralarni ikkiga bo'linishidan paydo bo'lganligini tushunishdi. This raises the question of where the original cells came from.
Bu shu tushunish, ya'ni aniq bo'lgan hujayra qayerdan keldi degan savolni ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Tushunish, there are many hypotheses, judayam ko'p gipotezalar bor, but we still have no definite answer to this question. Lekin biz aynan hujayra aynan qayerdan kelganligi haqida hech qanaqa tushunchamiz yo'q. Demak, bugungi shu bittani tugatib qo'yaylik. Qanaqa shovqinli ishtirokda mas'ullik yo'q. Lekin mavzu qiyin emas. Why cell? Nega hujayra? Nega hujayrani patashgan? A cell can be thought of as a bead in which the chemistry of life occurs. Hujayra o'ylaniladiki, o'sha bag deb o'ylaniladi, ya'ni kimyodagi hayotning sodir bo'lishidagi kimyoviy jarayon sifatida o'ylaniladi. The activity going on inside the cell is therefore separated from the environment outside the cell. Hujayra ichida ketayotgan harakat bu shuningdek tashqarida ketayotgan, hujayra tashqarisida ketayotgan muhitdan farq qiladi, ya'ni ajraladi. Bag or cell is surrounded by a thin membrane. Bag yoki hujayralar, katakchalar, hujayralar yub membrana bilan o'ralgandir. The membrane is the essential feature of all cells. Shu membrana juda muhim feature hisoblanadi, hujayraning feature hisoblanadi. Chunki it controls exchange between the cell and the environment. Chunki u kontrol qiladi, ya'ni nazorat qiladi hujayra va tashqi muhitni o'rtasidagi munosabatni siz kontrol qilib turadi. Masalan, mana hujayra bo'ladigan bo'lsa, mana shu chizganim membrana. Ikkita chizib ketdi. Birinchisini o'zi membrana, bilasiz, mana tashqaridagi muhit, tashqi muhit. Mana shundan kirayotgan narsani va ichkarida qanaqadir jarayon bo'lib chiqqan narsani kontrol qilib turadigan bu nima ekan o'zida? Membrana. Okay, so davom etamiz. It can act as a barrier. U barrier, ya'ni to'siq, mana barrier sifatida harakat qiladi, namoyon bo'ladi. But it can also control movement of materials across the membrane in both direction. Ya'ni both direction degani kirish va chiqishi, kirishni ham chiqishini ham membrana bo'ylab nazorat qilib turadigan, harakatini nazorat qilib turadi, barrier sifatida nazorat qilib turadi. The membrane is therefore described as a partial membrane and permeable. Va bu membrana asosan partial degani shu umumiy jihatdan o'zgaruvchan bo'lmagan narsa hisoblanadi. If it were really permeable, life would not exist. Agar u to'liq permeable bo'lganda, hayot mavjud bo'lmasdi. Because the chemical of the cells would simply mix with the surrounding chemicals by diffusion, and inside of the cell would be the same as the outside. Chunki nega hayot mavjud bo'ladi? Chunki hujayradagi moddalar judayam osonlik bilan aralashib ketardi tashqarisida turgan moddalar bilan diffuziya hisobiga, va hujayrani ichi bilan tashqarisi bir xil bo'lib qolardi, the same bo'lib qolardi. O'shaning uchun life not exist bo'lar ekan. And the type of cell, hujayraning turlarini ko'rib chiqamiz. During the 20th century, science studying the cells of bacteria of more complex organisms such as plants and animals began to realize that there were two fundamentally different kinds of cells. 20 asr davomida olimlar bakteriyalarni va ko'proq murakkab bo'lgan organizmlarni, o'simliklarni, hayvonlarni hujayralarini o'rganishni boshlashdi va bu there were two fundamental different kinds of cells. Bu ikkita fundamental bo'lgan, ya'ni oddiy bo'lgan hujayra turlari borligini aniqlashdi.
Uh, hop aniqlashdi, ikkita hujayra turi borligini aniqlashdi. Some cells are very simple. Ba'zi hujayralar judayam oddiy. But some are much larger and more complex. Va ba'zilari judayam katta va murakkab ekan. The complex cell contains a nucleus. Murakkab hujayralar o'zini ichiga nucleus degan yadroni oladi. Pluralda nuclei lotin tilidan olingan, ya'ni yadrolarni oladi. Murakkab hujayralarda yadro bo'ladi yoki yadrolar bo'ladi. Surrounded by two membrane. Ikkita membrana bilan o'ralgan. Ya'ni yadro ikkita membrana bilan o'ralgan ekan. The genetic material DNA was in the nucleus. Genetik materiali DNK nucleus ichida bo'ladi, ya'ni yadroni ichida bo'ladi. In the simple cells in the DNA was not surrounded by membrane. Oddiy hujayralardagi DNA bu DNK membrana bilan o'ralmagan bo'ladi. But it apparently free in the cytoplasm. Va sitoplazmada erkin yurganini ko'rib turishimiz mumkin. Okay, that's all. Birinchi qismi bo'ladi hozircha. Hop.